HR asoslari va zamonaviy HR roli. Kursdan foydalanish bo'yicha yo'riqnoma. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. HR asoslari va zamonaviy HR roli nomli o'quv kursiga xush kelibsiz. Mazkur kurs inson resurslarini boshqarish sohasi bo'yicha tizimli tushuncha berish, zamonaviy HR fikrlash modelini shakllantirish hamda HR ning tashkilotdagi haqiqiy o'rnini anglashga yordam berish maqsadida ishlab chiqilgan. Kurs davomida siz HR faoliyatining tarixiy rivojlanishi, kompaniyadagi roli, klassik va zamonaviy HR funksiyalari, HR fikrlash tizimi, HR ning biznes modeli bilan bog'liqligi hamda zamonaviy HR rollari haqida muhim bilimlarga ega bo'lasiz. Kurs materiallari bir nechta o'quv formatlarida taqdim etilgan. Har bir mavzu video dars orqali tushuntiriladi. Mavzu mazmunini chuqurroq o'rganish uchun batafsil ma'ruza matni hamda asosiy g'oyalarni tizimli ko'rinishda ko'rib chiqish imkonini beruvchi taqdimot materiallari ham berilgan. Shuningdek, har bir mavzu yakunida tinglovchining bilimini mustahkamlash va mavzu ustida mustaqil fikrlashini rivojlantirish maqsadida amaliy vaziyatga asoslangan case study hamda qisqa mini test savollari joylashtirilgan. Kursni boshlashdan oldin siz kirish testini topshirasiz. Ushbu test sizning HR sohasi bo'yicha boshlang'ich bilim darajangizni aniqlashga yordam beradi. Kursni o'rganish jarayonida har bir mavzuni ketma-ketlik asosida o'rganish tavsiya etiladi. Bunda avvalo video darsni tomosha qilish, so'ng ma'ruza matnini o'qish, taqdimot materiallarini ko'rib chiqish, keyin esa case study savollari ustida fikrlash va mini test bajarish tavsiya etiladi. Bu yondashuv mavzuni nafaqat tushuntirish, balki uni tahlil qilish va amaliy vaziyatlarda qo'llash imkonini beradi. Kurs doirasida o'rganilgan bilimlarni amaliy jihatdan mustahkamlash uchun maxsus workbook ham tayyorlangan. Workbook orqali siz HR jarayonlarini tahlil qilish, tashkilotdagi HR tizimini baholash va o'rganilgan bilimlarni amaliy vaziyatlarga qo'llash imkoniga ega bo'lasiz. Workbookni kursning oxirgi darsidagi ma'ruza matni ostida joylashtirilgan havola orqali yuklab olish mumkin. Kurs yakunida siz yakuniy test topshirasiz. Ushbu test kurs davomida egallagan bilimlaringizni baholash uchun mo'ljallangan. Agar test natijasi 56% dan yuqori bo'lsa, siz kursni muvaffaqiyatli tamomlagan hisoblanasiz va maxsus sertifikatga ega bo'lasiz. Kursdan maksimal foyda olish uchun darslarni ketma-ketlik asosida o'rganish, video darslarni diqqat bilan tomosha qilish, ma'ruza matnlarini o'qish, case study savollari ustida mustaqil fikrlash hamda workbook topshiriqlarini bajarish tavsiya etiladi. Ushbu yondashuv sizga HR sohasi bo'yicha mustahkam bilim va tizimli tushunchaga ega bo'lish imkonini beradi. Sizga o'qish jarayonida muvaffaqiyat tilaymiz.